Real Madrid muxlislarini qishki transferlar oynasida katta o'zgarishlar kutmoqda. Aytishimdan avval Madrid eshigiga obuna bo'ling, sababi barcha madridistlar bizning sahifamizda. Yaxshi xabarlardan boshlasak, Real Madrid akademiyasidan chiqqan haqiqiy iqtidor egasi Niko Pas hamda Real Madrid o'rtasida kelishuvlar yakunlandi. Endi Niko Pas qishki transferlar oynasida Realga o'tadi. Va ayni damda dunyoning eng yaxshi yarim himoyachilaridan biri bo'lgan PSG yulduzi Vitinha uchun Real Madrid 150 million yevro to'lashga tayyor. Futbolchining o'zi ham bu taklifga qarshi emas. Vitinhaning transfer marketdagi narxi esa 90 million yevro. Vinicius esa Real Madridda qoladi. Sababi Xavi Alonso bilan aloqalarini yaxshilab oldi va endi mutlaq asosiy tarkib futbolchisi. Yomon xabarlardan biri esa Rodrigo klubimizni tark etishga juda yaqin. Sababi Arsenal Rodrigo uchun 90 million yevro hamda asosiy tarkibda o'ynashiga kafolat bermoqda.